har ikkinchi xitoylikni uyida shu qozonida qurt qumursqalar. Hayot faqatgina pul topishdan iborat emas. 30 mingdan oshiq kompaniya ko'rgazmada qatnashadi. Xalq tili bilan aytganda Canton Fair. O'sha bo'rttirilgan ma'lumotlar. Biznes boshlash uchun nima qilish kerak? Eng avvalo har qanaqa sohani boshlayotganda ham ma'lumot yig'ish, qiziqish, o'rganib chiqish kerak. U bilmasa, tavakkaliga ko'r-ko'rona qadam bossa, yutqizib qo'yishi mumkin. Mablag' taraflama ham, boshqa taraflama ham. Hech bo'lmaganda vaqtiga kuyadi. Buni oldini olish uchun albatta avvalo o'rganib chiqish kerak. Yangi biznes boshlayotganlar uchun Xitoyga borib video olib ko'rsatsak foydali bo'ladi. Keling unda bo'lmasam megapolis shahar Guanzhouga borsak. Guanzhou Xitoyning eng yirik iqtisodiy markazlaridan biri. Bu tadbirkorlar uchun juda jozibador. Uning biznes uchun eng muhim 5 jihati. Birinchi, strategik joylashuv. Guanzhou Janubiy Xitoyda Marvarid daryosi delta hududida joylashgan. Bu hudud dunyodagi eng kuchli sanoat va eksport markazlaridan biri. Gonkong va Shenzhen kabi megapolislarga yaqinligi savdo va logistika uchun katta ustunlik beradi. Ikkinchi, kuchli ishlab chiqarish bazasi. Guanzhou va uning atrofida minglab zavodlar joylashgan. Kiyim-kechak, elektronika, avtomobil ehtiyot qismlari va boshqa mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilardan olish mumkin. Bu xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Uchinchi, xalqaro savdo markazi. Bu shahar mashhur Canton Fair ko'rgazmasi bilan tanilgan. Har yili minglab kompaniyalar va tadbirkorlar shu yerga keladi. Yangi hamkorlar topish va mahsulotlarni tanlash uchun ideal joy. To'rtinchi, rivojlangan logistika tizimi. Guanzhouda katta port va xalqaro aeroport mavjud. Port of Guanzhou dunyodagi eng band portlardan biri. Guanzhou Baiyun International Airport global yuk va yo'lovchi tashishda muhim markaz. 5. Biznes uchun qulay muhit. Xitoy hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlash, narxlar boshqa global shaharlarga nisbatan arzon. Guanzhou ishlab chiqarish, logistika va xalqaro savdo bir joyda jamlangan noyob shahar. Agar siz import, eksport, savdo yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanishni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu shahar juda kuchli start nuqtasi bo'la oladi. Xitoyda bozor, yarmarkalar ko'p. Qaysi joyga borishni maslahat berasan? O'zi 200 dan oshiq Guanzhouda savdo markazlari bor ekan. Mollar, o'sha katta savdo markazlari. Eng birinchi tavsiya qiladigan joyim, men juda ham katta taassurot oldim. China Import and Export Fair ko'rgazmasiga borish. Ya'ni xalq tili bilan aytganda Canton Fair. Canton Fair yoki to'liq nomi bilan China Import and Export Fair 1957-yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Bu ko'rgazma Xitoyning savdo qudratini dunyoga namoyish etuvchi eng katta platformalardan biri hisoblanadi. Ko'rgazma Xitoyning biznes markazlaridan biri bo'lgan Guanzhou shahrida joylashgan ulkan China Import and Export Fair kompleks hududida bo'lib o'tadi. Canton Fairning eng qiziqarli jihatlaridan biri uning hajmi. Ko'rgazma maydoni 1,5 million kvadrat metrdan ortiq bo'lib, bu uni dunyodagi eng katta exhibition komplekslaridan biriga aylantiradi. Har mavsumda bu yerga 30 mingdan ortiq kompaniya o'z mahsulotlarini olib keladi. Elektronika, maishiy texnika, tekstil, kiyim-kechak, mebel, qurilish materiallari, avtomobil ehtiyot qismlari va boshqa minglab mahsulot turlari shu yerda namoyish etiladi. Canton Fair yiliga 2 marta bahor va kuz mavsumlarida tashkil etiladi. Har bir mavsum 3 bosqichdan iborat bo'lib, har bosqichda alohida mahsulot kategoriyalari taqdim etiladi. Shu sababli xaridorlar o'z biznes rejalariga mos davrda tanlab tashrif buyurishadi. Bu ko'rgazma nafaqat mahsulot ko'rish joyi, balki global networking markazi hamdir.
200 dan ortiq davlat va hududlardan biznes vakillari aynan shu yerda uchrashib, yangi hamkorliklar boshlashadi. Ko'plab xalqaro distribyutorlar va tadbirkorlar uchun Canton Fair yangi mahsulot topish va ishlab chiqaruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishning eng samarali usullaridan biri sanaladi. Qiziqarli fakt shuki, Canton Fairni to'liq aylanib chiqish uchun bir kunda 10-20 kilometrgacha piyoda yurish odatiy hol. Shu sababli tajribali qatnashuvchilar oldindan reja tuzadi, kerakli pavilyonlarni belgilaydi va albatta ko'plab vizitkalar bilan boradi. Chunki bu yerda bitta uchrashuv kelajakdagi katta biznesga aylanishi mumkin. Bugungi kunda Canton Fair an'anaviy offline format bilan cheklanib qolmagan. Pandemiyadan keyin onlayn platformasi ham rivojlantirildi va bu butun dunyo biznesmenlari uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirdi. Qisqacha aytganda, Canton Fair bu oddiy ko'rgazma emas, bu global savdo, innovatsiya va biznes imkoniyatlari kesishadigan ulkan maydon. Agar siz import, eksport, distributsiya yoki yangi biznes g'oyalar izlayotgan bo'lsangiz, Canton Fair siz uchun juda muhim tajriba bo'lishi mumkin. Xullas, qisqacha qilib aytganda, Canton Fair bu haqiqiy biznes uchun oltin konidagi bir gap. Agar to'g'ri yondashiladigan bo'lsa, hamkorlar, yangicha trend mahsulotlari va bir qadam oldinga chiqish imkoniyati bor. Chunki 30 mingdan oshiq kompaniya ko'rgazmada qatnashadi. Xitoyga ketmoqchi bo'lgan insonda qanaqa tayyorgarliklar bo'lishi kerak? Uni hozir aytish va eslab qolish shart. Borishdan oldin albatta bunga rioya qilish kerak. Bizning hayotimizga Instagram, YouTube, Telegram kirib kelganiga ancha bo'ldi va endi agar bu ilovalarni Xitoyda ham ishlatish xohlaydigan bo'lsa, unda VPN, Google Maps'dan yoki o'sha App Store'dan VPN deb yozsa chiqadi. O'ziga ma'qul o'sha telefonida ishlaydiganini tekshirib ko'rib, borishdan oldin yuklab olish kerak. Chunki Xitoyda VPN yuklash o'zi ham muammo bo'ladi. Mana biz borgandan keyin birinchi kerak bo'ladigan ilova. Aynan o'sha Alipay ilovasini tavsiya qilaman, chunki boshqa ilovalarga nisbatan ancha optimal. Sizning kartangiz qaysi bankdan ochilgan bo'lsa ham, o'sha Visa, Mastercard yoki UnionPay xizmati bo'lsa, yaxshi UnionPay Xitoyda yaxshi ishlar ekan. Agar taksida yurishni ma'qul ko'rishsa, unaqada Didi Taxi ilovasini tavsiya qilgan bo'lardim. Didi Taxini ishlatish ham qulay, interfeysi ham oson, mashina ham juda ham tez keladi, har taraflama qulay bo'lgan ilova shu ilova. Undan tashqari agar metroda yurishni xohlaydigan bo'lsa, metro stansiyasi mana ekranlaringizda ko'rinib turibdi, qay darajada katta shahar va qanaqa stansiyalar bor. Bu yerda adashib qolmaslik uchun metro Guanzhou ilovasini ochib, o'sha yerda registratsiya bo'lib, o'sha qaysi metro orqali qaysi joyga borish mumkinligini ko'rishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari WeChat ilovasi bor. WeChat bu haqiqatda universal super ilova. Xuddi WhatsAppga o'xshab muloqot qilishlari, messenger sifatida foydalanishlari mumkin ekan. Bundan tashqari buyurtmalar, yetkazib berish xizmatlari uchun, to'lovlar uchun, hamma sohalar uchun ham o'sha WeChatni ishlatib, bu super ilovadan foydalanishyapti xitoyliklar. Men buni ham yuklab olishni maslahat beraman. Hayot faqatgina pul topishdan iborat emas. Hayot yashash uchun berilgan. Albatta, borgandan keyin sayohat qilib, boshqa joylarni ham ko'rish kerak. Guanzhoudagi safarimizdan eng katta taassurot olgan joyim bu Canton Tower bo'ldi. 604 metrli minora. Bu binoda salkam 300 metrli joyda shunaqa shu adrenalin olish uchun o'ziga xos narsa o'ylab topishgan ekan. Hayotlarni xavf ostiga qo'yib bu ekstremal mashqlar uchun mo'ljallangan mana shu joyda men juda ham katta taassurot oldim. O'sha menga yetarli bo'ldi oynali yo'lakka o'zida yurishni o'zi. Ekiprovka bo'lmasa muammo bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin siz tuflilarda chiqib ketdingiz, bemalol yurdingiz. Endi buning uchun ham odam qo'rquv yenga olish kerak.
Bu biznes uchun ham muhim, chunki muhim qarorlar qabul qilishdan oldin odam ikkilanadi, qo'rqadi, lekin o'sha qaror shu darajada muhim bo'ladiki, bir necha yillarga ta'sir qilishi mumkin. Buni ham inobatga olgan holatda odam albatta qo'rquvni yengishni o'rganish kerak. Keyin yana bir esimda qolgan narsa, shu Marvarid daryosi bo'ylab kemada sayr bo'ldi. Kemada o'sha konsert, kechki ovqat, hammasi juda ham zo'r tashkillashtirilgan. Turistlarni qanaqa kutib olishni ham yaxshi bilishar ekan, nafaqat savdo-sotiq bo'yicha, turizm bo'yicha ham rivojlangan ekan bu shahar. Ko'pchilikni qiynaydigan savol bu Xitoyga borgandan keyin taomlanish. Taomlanish muammo bo'ladimi? Ovqatlanish masalasida shunaqa fikrlar bor, turli xil manbalardan kelib chiqib bu fikrlar paydo bo'lgan. Har ikkinchi xitoylikning uyida shu qozonida qurt-qumursqalar, hasharotlar, har xil qurbaqqalar topiladi. Yoki bo'lmasam xitoyliklar qimirlagan narsani yeb tashlaydi. Bular hammasi stereotip. Bular hammasi o'sha bo'rttirilgan ma'lumotlar. Chunki o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Hatto u yerda masalan Xitoy taomlarini yomayman men, baribir deydigan odamlar uchun ham butun dunyoga mashhur o'sha franshizalar, fast foodlar yoki restoran tarmoqlarini ko'rdik Xitoyda. O'zlarining franshizalari bor, dunyoga tarqalgan. O'sha Xitoy o'zining franshizalari bor, restoranlari. U yo'lada ham bo'ldik. Qolaversa, Uyg'ur milliy taomlari, oshxonalari, restoranlari bor, ya'ni halol taomlar. Ya'ni bitta narsa bor. Shu tarjimon ilovalarda kamerani yoqib turib, menyuni tushunmaydigan bo'lsa, nimalar qo'shilgan bu ovqatga, nimalardan tayyorlanganligini o'sha restoranlar menyuda yozib qo'yilgan bo'ladi. Shuni rasmga olib turib, shuni tarjima qilishni so'rasa, ilova shundoq tarjima qilib beradi. Hozir paytda smartfondan foydalanib ham dunyo kezib yursa bo'ladi. Til o'rganishda muammolar hozir sayohatda unchalik dolzarb bo'lmay qolgan, chunki telefonlarda tarjimon ilovalar bor, sun'iy intellektlar. Vulkan 3 HP Chexiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy va kuchli PSP pnevmatik miltiq. Og'irligi taxminan 308 kilogramm. Umumiy uzunligi 1 metr. Stvoli esa 700 mm. 300 bar bosimda ishlaydi. Uzoq masofaga aniq va kuchli zarba bera oladi. Karbon balon, ovoz pasaytirgich va professional optika o'rnatish imkoniyati bilan jihozlangan. Batafsil ma'lumotlarni havoladagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. O'sha Gemini, ChatGPT'larda ham tarjima qilish xususiyati bor. Ular bemalol qaysi tilda bo'lsa ham yozsangiz, o'zbekchalab yozsangiz, o'sha siz xohlagan tilga o'girib bera oladi. Bundan tashqari Pleco tarjimoni ilovasi bor, Google Translate bor, bir necha telefonlar uchun, devicelar uchun ishlab chiqilgan tarjimon ilovalari bor. Katta biznes boshlaydiganlar uchun ko'rsatib o'tdik va kichkina biznesi bor, do'koni bor insonlar uchun qanaqa maslahatlarimiz bor. Bunaqa joylar juda ham ko'p, lekin eng muhimlarini, lokatsiyalarini yozib qo'yamiz havolaga. Hop, mana bitta agar sanaydigan bo'lsak, Bayma Clothing Market bu kiyim-kechak olib o'sha kargo orqali jo'natish xohlaganlar bo'lsa, ayollar, erkaklar, eksportchilar ko'p ishlaydi. Ya'ni nusxalarini u yerdan topish mumkin. Bu ham kiyim, sumka, aksessuar, o'rta va premium segmentdagi mahsulotlarni u yerdan topish mumkin. Zhangchi Watch Market bu ham juda ham qiziqarli joy, foydali joy, chunki bu yerda smart watchlar, klassik watchlar, ya'ni soatlarni topish mumkin. Klon va kopiyalarini ham. Undan tashqari Kinbo Fashion City. Kinbo Fashion Cityda ayollar kiyimi, butik styldagi kiyimlar, Global International Trade Center bor. Bu yerda kiyim, oyoq kiyim, o'sha hammasi aksessuarlar ham bor.
Metropolis Shoes City'ga ham borish maslahat beraman, agar oyoq kiyim xarid qilib, ularni o'sha savdosi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, oyoq kiyim do'konlari borlar. Bu yerga albatta kirib o'tishlarini maslahat beraman. Bu bozorlarning afzalligi vokzaldan piyoda 5 yoki uzog'i bilan 15 daqiqa atrofida yuriladi. Va ko'pchilik yetib o'tmaydigan Xitoyga borganda yoki ko'pchilik yashiradigan taraflari ham bor. Bu narsalarni sizlarga tekinga sizlar xohlagandek o'rgatishimiz mumkin. Oson, juda oson. Ko'pchilikni biron bir joyga borishdan oldin jur'ati yetmaydi. Ya'ni jur'atsizlik bu odamda eng katta muammo. Albatta biron bir ish qilishda odam o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'lishi shart. Sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, men noldan boshlagan insonlarni sizlarga keyingi sonda ko'rsatib o'taman. Ha, albatta bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna tugmasini bosing, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi kontentlarni o'tkazib olmaysiz. Va albatta like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ying. Sog' bo'ling, tanlov uchun rahmat.